Ugridan qolgan chandiqlarni protsedurasini, ya'ni terini tiklash uchun protsedura boshlaymiz. Avvalo pasient kelganda biz yallig'lanish jarayonini to'xtatamiz, ya'ni ugrilarni davolaymiz. Undan so'ng biz har bitta muolajamiz etapma-etap qilinadi. Yallig'lanish jarayoni to'xtatiladi, so'ng ugridan qolgan izlar bilan ishlaymiz. Ugridan qolgan chandiqlarni ko'pchilik o'ylaydi, piling qilsam, lazer qilsam terim tekislanib qoladi, ulardan xalos bo'laman deb o'ylashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bizga kelgan pasientlarni avvalo terini tiklash bilan, ya'ni imенно terini tiklovchi preparatlar bilan ishlaymiz va terini tiklab beramiz. Piling va lazerlarni har doim ham hammaga tavsiya qilmaymiz. Yuz holatiga qarab albatta bu muolaja o'tkaziladi, lekin bilib bilmasdan har xil protseduralar qilmang. Agarda sizda ham shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, direktdan murojaat qiling.